Assalomu alaykum. Mana diamant monitori qo'yganda qanaqa qilib kan liniya ulanishini ko'rsatib o'tamiz. Bilmaganlar uchun lifehack, bilganlar uchun eslatma bo'la qolsin. Kimgadir kerak bo'ladi. Buni bosamiz. Mana настройкаga kiramiz. Настройка zavodskoyga kiramiz mana. Keyin kod so'raydi bu yerda. Bu kod 88 bo'ladi. 4 ta 8. Подтвердить qilamiz. Amin. Kanga kiramiz. Bu yerda pastda 3-chi bo'ladi. Binray. O'shanga kiramiz. Pastga tushamiz. Har xili bor. Jeep nima? Jack. Jem M80 ga kiramiz. Bu yerda har xili bor mana. Shularning ichidan 11, 15, 16 Cruze'ga kiramiz. Cobalt Cruze'ga. Shunga kiramiz. Mana chiqib buni publikni bosamiz. Ana o'q qilamiz. Bo'ldi, bu yerdan o'q qilamiz. Keyin kutib turamiz. O'zi обновление bo'ladi. Mana shunday ko'rsatib turadi-da, mana minut kutib turing deydi, hozir обновление bo'ladi. Mana bo'ldi, ochildi. Endi xudo xolasa mana bu eshikni ochsak, shu eshik ko'rsatadi. Mana bu eshikni ochsak, mana o'sha yoq ko'rsatadi, qaysi bir eshik. Kan liniya ishlayveradi.